Yo-moyo, soat 12 bo'lishga va 12 bo'ldi mana. 12 dan beri shu yerda kutib o'tirib, yomon zerikdim. Borka telefon bo'lyapti. Hop, kalitni ham olib qo'ysa eshitmoqmaydi. Alyo, kim bu? Siz Yandexga zaявка tashladingizmi? Ha, ishlash bo'yichami? Ha, ishlash bo'yicha haftasiga 100 ming so'm. Haftasiga kuniga emasmi? Kuniga deb yozib qo'ygan edingiz-ku. Ha, mayli, kuniga bo'lsa kuniga de, mayli, bo'pti. Hozir tezroq keling, xo'pmi? Ha, mayli. O'zi odamlar kam. Ha, mayli, bo'pti. Hozir tezroq borish kerak. Tezroq keling deyapti. Hop, eshikni ochamiz va eshikni yopib qulflaymiz. To'xtanglar, ichkarida mashinam kaliti qolib ketibdi. What the fuck? Hop, bu va mana bunday olamiz-da, tezroq ketamiz. Let's go. Come on. Yopamiz tezroq. Hop, mana bo'ldi. Endi esa pastga tushib olamiz. Bo'ldi, shu sizlarning bitta rangli Jiguli olgandim $1000 ga. Shu $1000 nima desam ekan? Hop, $1000 ga ko'p narsa qilishim mumkin edi, lekin men Jigulini tanladim. Hop. Bo'ldi, sizlarga bitta gap aytadigan bo'lsam, oyimlar banitsaga tushib qoldilar. O'shaning uchun ozgina hozir pul kamroq. Hammasini oyimlarga ishlatyapman. O'shaning uchun bo'ldi, mana endi zavod qilib ketamiz. Hop, birga yurib, asta yurg'izamiz va chap tomonga burilamiz. Yandex go'sht tomon deydi. Hop, mana shu tomonda. Shu tomonda endi chapga burilamiz. Ha, va bo'ldi. Hop, alyo, ha, kelyapsizmi? Ha, kelyapman, yetib qoldim. Ha, bo'pti. Yo'q, turdim. Hop, mana bunday va bu yerga qo'yishimiz kerak. O'zi joylari ham bor ekan, menimcha, ha, mana shu yer joyi ham bor ekan. Mana shu yerga va bo'ldi. Endi tushamiz. What the fuck? Ha, mayli. Ichkariga kirib ketdi, tashqariga chiqaylik. To'g'ri joylashibdimi ekan? Hop, yomg'ir yog'yapti. Yo-moyo, yomg'ir. Hop, mayli, power texnikalari ham yo'qolib qolib ketdi. Farqi yo'q menga. Hop, ichkariga kiramiz va bo'ldi. Bu kiyinish xonasi va gaplashish zali. Endi gaplashish zaliga kirsak, mana shunday va bu nima? Boshliqning xonasi, ha mana. Hop, kirsam bo'ladimi? Ha, kiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarga men zaявка tashlagandim Yandexga. Ha, to'g'ri tashlabsiz. Endi esa bizda ishlashingiz mumkin. Rahmat sizga. Kuniga nech pul edi? Kuniga 100 ming so'm, 120 ming so'm ham chiqishi mumkin. Yaxshi. Menga juda ham pul zararligi uchun sizlarga o'tdim, emasa o'tmasdim. O'zi hamma shunaqa deydi-ku, bilaman-ku men. Aldaysiz-ku. Nima? Uzr, buzarman. Ha, hech qisi yo'q. Bizga o'tganingiz bilan tabriklayman. Ha, mayli. Hozir menga qachon dastavkalar tushadi? Bilmadim, telefoningizga ulab qo'yganman va o'sha yerdan ko'rib va ishlash qilsak bo'ladi. Ha, mayli, ko'chada yomg'ir. Ha, yomg'ir. Tepaga oyna qo'yib qo'yibsiz. Ha, mayli, bo'pti. Ha, mayli, kutib o'tiring, dastavkalar tushadi. Ha, mayli. Hop, endi esa tashqarida mana bu yerda kutib o'tiramiz. Ungacha kiyinish xonasiga narsalarimizni qo'yib chiqsak va hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ha, mana buni va telefon kerak bo'ladi-ku. Nimaga telefonni bu yerga qo'yapman? Hop, bo'ldi va endi esa tashqarida mana bu yerda kutib o'tiramiz. Mana shu yerda. Hop. Mana bu mana oxirgi zastavkam va men boshqa joyga umuman bormayman. Yetib borsam bo'ldi. Benzinim ham qolmadi umuman. Xo'p, alyo. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men sizga dastavka berganim kelyapsizmi? Ha, kelyapman, boryapman. Sabr qilib tursangiz 5 minutda yetib boraman. Ha, mayli, tezroq keling. Hop, boryapman. Hop, o'ng tomongamidi? Hozir yetib boraman. Bo'pti, hozir mana bu lokatsiyadan qarasak, ha, o'ng tomondagi ekan. Hop, endi esa mana shu tomonlarda ekan. Ha. Hop, shu tomondan chapgamikin? Ha, shu tomondan chapga ekan. Mana bu avtobusning oldida menimcha, ha. Hop, asta burilib olamiz va shu yerda to'xtay. Mana shu yerga lokatsiya berilgan. Hop, menimcha shu yerda, mana shu yerda. Let's go brother. Hop, eshik ochilmadi, mayli. Hop, endi esa asta kirib olsak, shu yerni ko'rsatyapti. Hop. Kim bor? Assalomu alaykum. Bu yerga keling akajon. Men sizdan 6 ta olma va 6 ta steak zakaz qilgandim. Ha, mana olib keldim. Mana hozir steaklaringiz puli qancha bo'ldi bilasizmi? $2-3 bo'ldi. Ha, mayli, mana oldim. Xo'p, mana va $3 bo'ldi. Ha, mayli, men uyga ketdim. Siz ham yaxshi boring.
Xo'p, yo'mayo. Va endi esa asta uyga borib olsak, hammasi yaxshi bo'lib ketardi. Dastavkalar hammasini berib bo'ldim va endi asta uyga suramiz. Ha, hozir mana bu yerdan, shu yerdan orqaga yuramiz. Yo'mayo, benzinim qolmabdi-ku. Yo'mayo, 3 kundan beri bir bola telefon qilib menga o'ynashaveradi. Yosh bola menimcha, shunchagina pul ishladim va hozir barchaga salom obunachilar, yana xayrli tong sizlarga bo'ldi. Sizlar bilan Stan. Hey, 3 kundan beri mazza qilib Yandexda ishlab ko'proq pullar topdim. Ha, do'stlar, va endi esa hozir astagina uyga borsam va boss telefon qilyapti. Boss. Alyo, ha, boss. Bo'ldimi, ishni to'xtatasizmi? Bir kunga yetadi menimcha. Ay, mayli, yetsa unda, bo'pti. Xayr, bo'pti, mayli. Xo'p, mayli, bo'pti. Xo'p, endi esa astagina uyga surib olsak. Kam bu yerga qara. Rochi oldindagi bor narsani chiqar, tushunarlimi? Yo'q, emasa o'taman, Yo'mayo, mani pulim olaman deb o'yladi menimcha. Oy, boshim aylanyapti. Qayerdaman? Nimaga bu yerda oy? Shunchalik baland binodaman, yo'mayo. Qayerga kelib qoldim? Bu yerda narsalarim. Yo'mayo. Salom, yaxshimisan? Yaxshi, kimsiz? Bilaman, seni onang kasal. Qayerdan bildingiz? Короче, $10,000 yes. Hozir naqd beraman. Nima? O'yin operatsiyasigami? Ha, senga yaxshilik qilmoqchiman. 10 yildan beri boksga borasan, bilaman. Ha, qayerdan bildingiz? 3-4 kundan beri kuzataman seni. Ha, mayli. Короче, bir bola bilan urushasan va uni yutsang $10,000 shunday oldinga tashlayman. Tushunarlimi? Mayli, o'yim uchun ishlashga tayyorman. Ha, mayli, unda astagina ishla. Uni yut va senga $10,000 yes. Ha, mayli. Mayli, urushga tayyorman. Qandaysiga mayli. O'yim uchun butun dunyoni yo'q qilishga ham tayyorman. Mayli. Yo'mayo, mayli, kim ursa ham urushib yutishim shart. Yo'mayo. Nima? Taysonni qanday yutaman, yo'mayo? Tayson, basharingga yo'g'im. Mayli, urushga tayyorman. Bu yoqqa basharingga yo'g'im Tayson bilan urushish mani. Bu yoqqa